Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Charchamasdan. Biz ikkinchi dalamizga keldik. Sekin endi kilerlarda qolgan oxirgi ariqdagi 15 ta 14-15 ta kiler ko'chatda ekanmiz. Hozir bugun tayyorgarlik ishlarini boshlaymiz. Mana kilerlarimiz chiroyli o'sib kelyapti, xudo xolasa. Hasharotdan xoli, kasallikdan xoli, xudo xolasa. O'z vaqtida profilaktik ishlar qilib turilibdi. O'suv nuqtalari hammasi bir me'yorda kelib mana chiroyli bo'lib. Bir xillar o'zi gulga ham kiryapti qisman. Kiler kuzda ham hosil beradi. Gulga kirib, meva tugib kelyapti o'zi. Mana bunda olgansana gullar. Sekin mana gulga kirib, hosilga kirib kelyapti. Chekatan olganingizda sekin endi 5-6 kunda tortib ketsa kerak. Joy-joyiga qarab. Chunki biz o'lkalar issiqroqda, masalan Ruslarda, Rossiyada, masalan salqinroq mintaqalarda quyosh nuri tushishi kamroq bo'lgani uchun bahorda ko'proq berib, kuzda uncha hosil bermaydi deydi. Endi bizda issiq, o'lkamiz issiqroq-ku. Shuning ham yoz, kuzda, masalan avgust o'sha boshlarda ekilgan ko'chatlar kuzga bir sidra hosil beradi endi. Borgan joygacha boradi endi bu. Masalan, noyabrda salqin qanaqa tushadi, sovuq qanaqa tushadi, o'shanga qarab tergancha tersangiz ham qolgani sovuq tushsa nobud bo'lar, boshqa bo'lar. Qolgani vaqt ko'rsatadi. Chiroyli bo'lib hosil berib turibdi bular. Hosilga kirdi demoqchiman endi. Rizq nasibaga yarashir bo'ladi qolgan. Men ko'proq turgan mana shu yashil massasi chiroyli o'sib turgani. Keyin yilga fundamentda bu. Va pastamada yigitlar ishlayapti, jiyanlar. Men ko'proq jiyanlar deyman. O'sha pastamonimizning zaborini o'sha boshdan oxirigacha yevro zabor bilan qilamiz. Ham tomonlar qilingan u yoqdan oxirigacha boshlar qilib kelingan. Bu pastamonni ham xolos yevro zaborlarni bitirib qo'ysak, shu mol-pol kirmaydi, boshqa bo'lmaydi. Oddiy zabor edi bu pastamon. Yigitlar olyapti hammasini. Shunaqa holatda kelyapti. Mana bu yoqdan bu yoqqa alba. O'sha yoqqacha. Bular hammasi alba. Albalar ham rivojlanishi yaxshi, yomon emas. Chiroyli bo'lib. Yaxshilab o'sib kelyapti. Bunga yaqiniga olib kelganingizda alba sal balandroq bo'ladi kileriga qaraganda. Eski oylar bir sira tozalatamiz endi 1-2 kundan keyin. Ularni tanoplarni olib tashlash kerak emas. Endi kerak emas qish payti, kuz paytida tanop bo'lish. Ko'chatlar etap-etap ekilgan. O'shalar birinchida 10 taligi avgust boshida, keyin 5-6 kundan keyin bu mana bu qator 10 taligimiz. Mana qarang. Rivojlanishi bunga qaraganda sal boshqa. Bu mana sal boshqacha bo'ldi. Hali chiroyli bo'lib turibdi. Yosh chiqatdan bular 15 kun kichkina. 15-16 kun kichkina bular. Kleriyalar ko'chatlarimizni albalarda oktyabrda 10gacha ekib olsa bo'ladi. Chunki hali oktyabrda 10gacha eksam, yana 20 kun, noyabrda ham bir 20 kun hisoblang, 40 kunda ular ancha joyiga kelib oladi. Chiroyli bu sal butlab. Endi qishlovga kirganda, qishlov deydi, qishga kirganda ko'chatlar mana bu holatda kirsa yaxshi-da. Aslida joyi tayyor qilib vaqtli ekib olganlar yaxshi. Mana shunaqa holatda qishga kirgizib olsangiz, bahorda mevani yaxshi zo'r beradi. Hozir ko'ryapsiz, tabiat ham sal o'zgarib, har xil bo'lib ketyapti. Hali noyabr ham illiq kelsa, hali bugun nima sentyabrda 27-28 bo'lsa, hali selli oktyabr, noyabr 60 kun bor. O'zi bemalol rivojlanib shu bahordagi aytgan natijangizni beradigan sharoitga kelib qoladi. Keyinga kelgan albalarimiz. Endi bundan bu yoqqa kleriya ekamiz. Shunda mana shu yerimiz bir tomon bitadi. Kapillar tortyapti bolalar. O'g'lim, jiyanlar, bolalar hammasi. Kapilni tortadigan olib kelmabdimi? Hargatlar olib qo'yilgan. Mana shu yerimiz oxirini qo'yasiz keladi shu yoqda. Shundan bu yoqda daraxtlar bor, boshqa ham yong'oqdan bilasiz shira yog'adi. Shundan mana shundan bu yoqqa ekmadim. Oxirdan ham 1 metr joy tashladim. Bu yoq daraxt sordi. Mana bu tomonimiz
Holni selligim o'sha yengil mashina oldigacha hammasiga albion ekiladi. Xudo nasib qilsa. O'z dalamda ko'chat kelyapti. Albionni eksa bo'laveradi, bemalol. Oktyabrmi, noyabrmi farqi yo'q uni. Yerga ko'rgansang 10 kun yerda yashasa bo'ldi o'zi bahorda. Chunki albionlar to o'sha bahorda mayda boshlaridan to birinchi qor yoqqangacha hosil beradi-yu. Chunki albion ekishda shoshilish shart emas. Bizga ko'proq bahorda masalan aprel 15idan hamma joyda kleri albalar pishishni boshlaydi. Shu kleri albalar pishib aprel 15-20sidan boshlansin, mayda o'rtalarigacha borib tugaydi kelibsa. Ana o'shanda mana bu yoqqa ekiladigan albionlar hosil kirib ketadi, xudo xolasa. Shuning uchun men shoshilayotganim yo'q ekishga. Chunki narigi dalamda bor ko'proq, ancha-muncha. O'sha ham ularni pishgan vaqtiga to'g'ri kelib qoladi-da. Menga endi ko'proq mayda 20lardan pishib bersa, o'sha ma'qulroq. Yozdan to xudo xolasa shu kuzgi hozir mana shu vaqtgacha keyin teramiz xudo xolasa hosilni. Shundan bir yerni bellatib qo'yganman. Ertaga oktyabrda 15idami, 20sidami yaxshilab chizilni qildirib, boshqa qilib, agatlarni olib tayyor qilib ekish sharoitiga keltirib qo'yamizda. Qolgan vaqt ko'rsatadi. Yo noyabrda 15-20larda ekaman. Bo'lmasa qolgan vaqt ko'rsatadi. Yo bahorda ekamiz. To'g'ri ko'chat, zaxira ko'chat bor Albionda ham. Erta xudo xolasa 2 kunlarda, 5 kunlarda ular bosilishni boshlaymiz. 30 kun, 35 kun, 40 kunlik, 50 kunlik qilsak 40 kunlik bo'ladi. Endi nari borsa. Oktyabr, noyabrda 20sigacha bo'lganda bu yoqdan 30 kun, 45 kunlik bo'lyapti ko'cha. Albion ko'chatlarim shunda. Mana shu yoqqa ekish planlashib, bu yoqqa ham ketadi bir. Ancha-muncha ko'chat bor xudo xolasa. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqonda qilayotgan ishlarga Alloh taolomiz baraka bersin, ishlarimiz rivojini bersin. Charchamaylik.